Devor ortidagi maxluq. Tasavvur qiling, yotoqxona devori ortidan tirnalish ovozini eshityapsiz. Uydagi buyumlar esa o'z-o'zidan joyini o'zgartirmoqda. Siz buni arvoh deb o'ylashingiz mumkin, lekin bu siz o'ylagandan ham dahshatliroq narsa. 1986-yilda AQShda Tina va Karen ismli qizlar o'z otasiga boshqa uyga ko'chib o'tishlarini yalinishadi. Xonalar devorida "Men qaytdim, meni top" degan yozuvlar o'z-o'zidan paydo bo'lardi. Tunda esa devor ortidan tirnoqlarning ovozi eshitilardi. Ota o'z qizlarining gaplariga ishonmadi va bu yaqinda vafot etgan o'z onasining o'limi tufayli kelib chiqqan stress deb o'yladi. Kunlarning birida qizlar uxlamoqchi bo'lib xonasiga kirishganda eshikni ochishganda dahshatdan qotib qolishadi. Ularning qarshisida vafot etgan onasining kelinlik libosini kiyib olgan va yuziga dahshatli grim qilib olgan, qo'lida bolta bilan turgan yigit turardi. Qizlar jon holatda baqirishadi. Qizlarini baqirganini eshitgan ota xonaga qarab otiladi. Xonaga kirib kelgan ota o'sha dahshatli ko'rinishdagi yigitni ko'radi va unga tashlanadi, ammo yigit devorga qarab qochadi va g'oyib bo'ladi. Politsiya uyga yetib keladi va uyni ostin-ustun qilib o'sha yigitni qidirishni boshlaydi. Ma'lum bo'lishicha, shkafning orqasida maxfiy kichik eshik bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, 16 yoshli Deni LaPlante haftalab o'sha devorlar orasida yashab kelgan. U haftalab devorlar orasidan qizlarni kuzatgan va ular uyda bo'lmaganda esa devorlar orasidan chiqib muzlatgichdan ovqatlarni iste'mol qilgan. Deni voyaga yetmagan bo'lganligi uchun va uning qilmishi faqatgina uyga bostirib kirish deb baholanganligi uchun uni garov evaziga qo'yib yuborishadi. Oradan bir necha oy o'tadi va Deni LaPlante bir oilaga bostirib kiradi va 5 oylik homilador bo'lgan 33 yoshli ayolni shafqatsizlarcha o'ldiradi. Va uning jajji 5 va 7 yoshli farzandlarini esa vannada cho'ktirib o'ldiradi. Bugungi kunda Deni LaPlante 3 ta umrbod qamoq jazosini o'tamoqda. Eslatib o'taman, bu voqea AQShda sodir bo'lgan. Biz xavfsizlik haqida gapiramiz. O'zingizni ehtiyot qiling.